Yosh nihol olib boqib maza qilib sotaman deganlarga mana haqiqiy zo'rlar ekan. Nech pul qilyapti aka? Sotildi? 50 million. Uchosini 50 beryapsiz. Zo'r o'tdi. Shu boqa davonaga mana bir xil degan. Mana akalar o'yin rosa chiroyli narsa ekan. Bo'ladi narsa ekan. Uyasiga galash ko'ring. Nech pul ekan bu? 14 ga bermayapman. Nech pul deyapsiz? 16. Chiroyli narsa ekan, ha? Boqsa ham bir bozori chaqqonda bular. Orqalar ham qarada keng. Zo'r ekan. Nech pul ekan? 22 ga. 22 milliondan. Hammasi bir xilmi? 22 dan yo? Yo'q, ular 20 ma, 22 dan deb qo'yam, bilmayman. Qanchaga bermadingiz? So'rashdim. 9,5. 9,5. Bolasi. Alloh bopadan o'zimizga yoqqanidan chiroylilarni, yaxshilarni ko'rsataveramiz. Xudo xolasa. Yoshlarni mana mol qiladigan ekan, sifatini ham qaradi. Qanchalik bolasi? Bolasimi? 10 kunlik. 10 kunlik. Yana o'chasizmi? Nech pul aka? 30 million. 30 million. Qanchaga bermadingiz? 22 ga. Nechta suti bor? 10 Zo'r ekan. Rosa xo'jalik bo'lib ekanda, ha? Puli ham joy qimmat bo'lsa, o'zi zo'r ekan, mana katta narsa ekan. Shuni ko'rib turganlar. Nechta suti bor dedingiz? 20 ta. 32 millionga bermadingiz. 32 ga bermadingizmi? 40 deyapsiz. Qaramonada gibrid ekan. Orqalari ham shu zo'r ekan. Mana baki ham kelgan, donar o'tgan. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 99lik 074 4154. Sog' bo'lib bozordan ham bersin. Esingizda bozordan qaytib qolsa, xudo xolasa, bu yoqqanlar borda, buni Rossiyadan boshqa joylardan telefon qilishyapti aka. Zo'r ekan. Bozordan ham bersin aka, rahmat. Aka, bu nechta suti bor? 10 ta suti bor. Narxi nech pul? 25 ta. 25. Qanchaga bermadingiz? 20 ga. 20 ga bermadi. Buni bolasi ham zo'r ekan akalar. Kanalimizda yangilar like bilan podpiskan bo'lsa, o'z fikrlarini kommentariyada bildirib tursalaring. Bundan-da yaxshi, bundan-da chiroylilarni ko'rsatamiz inshaalloh. 45 kam bor ekan. Qanchaga bermaydilar? 35 ga qilishayotgan berishmayapti. Bular yomon baho qilmabdi, bolasi ham yaxshi, chiroyli tug'ilibdi. Nechta suti bor? 15 ta. Xo'jalik bo'lib ekanda. Kelar like bilan podpiskani bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib, obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Kasb qo'yamizda, xudo xolasa. Telefon nomerni aytib bersalar, Rossiyadan ko'rayotganlar bor, qizig'i. 90lik 250 43 04. Ikkinchi nomer ham yo'q. Ayting. 91lik 91lik 539. Mana Rossiyadan turib kuzatayotgan obunachilarimiz ko'rasiz, haqiqatan zo'r ekan. O'zi bolasi o'zini puliga kiradigan bo'lib qolibdi, zo'r ekan. Bu zot olgani ham bo'laveradi-da, mol bo'lgan bilan bolasini qaranglar, chiroyli narsa. Imkon qadar harakat qiladi, chiroyli. Qorasi-chi, bu qorasi. Qorasi 26. Bo'g'oz. 5 oylik Bolasi. Orqalarini olib qo'ying. Xudo yaqindan kuzatayotgan obunachilar, mana chiroyli imkon qadar chiroyli narsalar ko'rsatamiz dedi. Mana xudo xolasa orqalarini baklarini ko'rsatadi. Chiroyli narsa ekan. Qorasi bo'g'oz ekan, 5 oylik bo'g'oz ekan. Mana shu mol bo'lsa bolasi bor ekan. Katta mol ekan. Orqasini ko'rlang. Nech pul so'rayapsiz aka? 45. Qanchaga bermadingiz so'ramiz? 36 ga bermabsiz. Bolasi qaysi buni? O, nima? Nechta suti bor? 25 ta. 25 ta suti bor ekan.
Endi o'zlaring bilasizlar, bozor ichida zimlab olib chiqishadi, baribir 23 pul yozib qo'yadi. Zoti toza, yaxshi mol ekan, xudo xolasa. Masalan, ziyon qilmaysizlar. Aka nechi pul deyapsiz? 22. Bo'g'ozmi? 22. Teyla bola bor ekan. Aka bu nechi pul ekan? 30 million. Bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? Necha oylik? Sut qanaqa edi? Nechinchi bolasiz? Nechinchi? 94. Nechinchi bolasiz? 94-sini tug'ilgan. Toza 4-chi tug'an. 4-chi bolasi ekan. Sutni nechta berar? 15 ta. Sut bor ekan, 8 litr ekan. O'g'il zo'r bor ekan, mol qilib qoladigan ekan. 3 tani 10,5 so'rab berishmabdi. Yaxshi ekan, tikka mollar ekan, ko'ringlar. Xolasa. Kimdan ekan bu? Sotildimi yo endimi? Xabardan yo'q? Yo'q, xabar yo'q. Kimdan ekan bu? Nechi pul berdi aka? Ha? Nechi pul berdi? 50 ya. Qancha so'raysiz turib? Bozor suyda 16 so'raysiz. Qo'ysa beraveradi. Yo faqat 50 mi? 50. Kim tortdingizmi? 180 kilo hisoblayapti qasablar. 180 ha? Demak 500 ga yaqin go'shti bor. Siminta. Simintada to'g'ri. Yaxshi, bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Yosh so'ragan. Aka nechi pul bu? Assalomu alaykum, sog' olasizmi? 17. Nechi kilo chiqadi bu? Nechi kilo chiqadi? Nechi pul so'rashdi? Bermaganingiz. 15 bilan 500. Bermadingiz a? Sog' bo'lasizlar. Yoshlari ham bor ekan. Orqalari ham baquvvat yo'llari bor ekan. Mana shu o'sadi, mana shuni boqsa bo'ladi. Boqib ketadigan ekan. Ammo uzun ham ekan. Mana buni ham rosa boqishga kelibdi. Nechi pul bergan aka? 30. Qanchaga bermaydilar? Savdo qilyapti. Ha? Ha, bo'lyaptimi endi? Rosa endi boqishga kelibdi-da buni, ha? Yo'q aka, mana shunaqasini olib boqsalar ham haqiqiy foydalanasizlar. 30 deyapti ekan. Buni hargisi ham 30 ekan. Jupiga bir xil ekan, aka bu nechi pul deyapsiz bu? 26 dan. Egizakmi bu? Ha, 26 dan? Qanchaga bermaysiz? 16,5 qilyapti. 16,5 qilyapti. Rosa boqadigan bo'pti endi, ha? Yemlaydigan bo'pti. Bo'yib chiqadi bu 140 ha, atrofida. To'g'ri ekan, bozoringiz bersin aka.